Guys, hech o'ylab ko'rganmisiz, nimaga bir xil odamlar bilan birinchi marta gaplashayotgan bo'lsa ham, xuddi oldindan tanishdek tez chiqishib ketamiz va ular uzoq vaqtga bizani xotiramizda yaxshi emotsiyalar bilan qolib ketishadi. Bu o'zidan o'z emas, agar siz ham o'zingiz haqida shunaqa emotsiyalar qoldirmoqchi bo'lsangiz, bu ikkita narsani обязательно qilishingiz kerak. Birinchisi, endi gaplashayotgan odamingiz sizga nimadir aytib bersa yoki savol so'rasa, yo'q deb o'tirmang. Ochiqchasiga savollar berishga harakat qiling. Masalan, sizga nimadir proyekt qilganligi haqida aytib bersa, voy zo'r chiqibdi, qanaqa qildingiz, qanaqa bo'ldi, mana qanaqa reaksiya berdi degan savollarni bersangiz yaxshiroq. Bu u odamga bo'lgan qiziqishingizni va uni yaxshi eshitayotganingizni bildiradi va siz o'zingiz haqingizda yaxshi taassurot qoldirasiz. Ikkinchisi, har doim suhbat tugaganidan keyin suhbatdoshingizga minnatdorchilik bildiring. Uni sizga ketkazgan vaqtiga, muloyim bo'lganiga, sizni eshitgani uchun minnatdorchilik bildirishingiz yana ham ishonchni orttiradi va qanaqadir ma'noda iliq siz haqingizda taassurot qoldiradi. Обязательно bu ikkita narsani har doim yangi tanishayotgan o'rtoqlaringiz, kompaniyangiz shunaqa joylarda ishlatsanglar, har doim zo'r kommunikatsiya bo'ladi. Odamlar bilan zo'r chiqishib keta olasizlar. Bu sizlarga odat bo'lib qolgani sari faqat plyusga ishlaydi.